هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها. Sure Mursalat tefsiri 29. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diyektanlağa İbn Kesir Rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Mursalat suresi 29. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. Ulağa devzaq muakkilleri sizler dünyadaki çağınlarda inkar kıygan devzaq azabığı berinla. Üç şahlık saygı berinla deydi. O saye cehennemnin tütünü bulup kişini segitmeydi. Segit etmeydi. Cehennemnin yalqınını mı tosmaydı. O yalqın qasırdek çoğun uşqunlarını çıkırdı. O uşqunlar qar seriq tögülərə oxşaydı. Bu gündə o günni inkar qıyğıçılağı vay. Bu gündə ular söz qılalmaydı. Ularının özür etişiğə izni verilməydi. Bu gündə o günni inkar qıyğıçılağı vay. Bu xalayiqnin arasında höküm çıxırıldığan gündür. O gündə siləni ve aval kılanı, yani ötkenki ümmetlerini aranlarda hüküm çıkarış için yığımız. Eğer azaptan qutuluşqa birer çaranlar bolsa, çağrı kılıp beqanlar. Bu günde, o günni inkar qıyğıçılığı vay. Günahkarlarını cehennemdeki caylarına heydeş ve o yerinin qandaqca ikkenliki doğrusida. Allah Teala kıyamet gününü mükafat ve cezanı, cennet ve devzakını inkar kıygan kafirlağa kıyamet günü mundaq deyildiğanlıqıdan haber verdi. Ulağa devzak muakkilleri sizler dünyadaki çağınlarda inkar kıygan devzak azabığı berinlar. Üç şahlık saygı berinlar deydi. Yani otның yalqını kötürülgende ve onun bilen birle tütün örlegende yalqınның bek qattiqliqidan ot üç şaqlıq sahip oludu. O saye cehennemnin tütünü bulup kişini segit etmeydi. Cehennemnin yalqınını mı tosmaydı. Yani o saye cehennemnin yalqınıdan tosup qalıdığan ve yalqınının tərəfindən saqlab qalalaydıgan sahip olmasdan, əksicə o devzaq otunun tütününün sayısıdır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. O yalqın qəsirdə çoğun uşqunlarını çıxırdı. Yani devzaqның yalqınıdın çoğunluqda qəsirdə uşqunlar uçuşup yürüdü. İbn Mesud devzaqның yalqınıdın çoğunluqda sepildek uçqunlar uçuşup yürüdü dedi. İbn Abbas, Mücahid, Qatada ve Malik'nin rivayet qilishçe Zeyd ibn Aslam ve başqalar devzaqның yalqınıdın çoğunluqda daraxtның yıldızlardek uçqunlar uçuşup yürüdü dedi. O uçqunlar qara seriq tögülərə oxşaydı. Bu ayetning ma'nosi haqida Mücahid, Hasan, Qatada, Zahhak qatarlıqlar o uçqunlar qara tögülərə oxşaydı dedi. Bu qarashqa İbn Jarirmi qo'shildi. Bu ayetning ma'nosi haqida İbn Abbas, Mücahid ve Said ibn Jubayr qatarlıqlar o uçqunlar xuddi kemining ağamchilariga oxshaydi dedi. İmam Buxoriy İbn Abbas radıyallahu anhumanın o yalqın qəsirdek
cho'ng ushqunlarni chiqirdi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz köteklarni 3 gaz yoki 3 gazdan ortiq qilib keslaydik. Ondan uni qishda ishiltish uchun egiz qilib yig'ib olatdik. Buni qasr deb ataydik. Mana bu oyatda ko'z tutilgan qasrdir. İbn Abbas yana mundaq deydi. U ushqunlar qora seriq to'gilarga o'xshaydi. U ushqunlar kiyimining bir-biriga bog'lanib, odamlarning bellaridek cho'ngliqda bo'lib ketgan og'amchilarga o'xshaydi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Qiyomat kuni gunohkorlarning so'zlashga, o'zri aytishga va shunda qilishga, petinishga ojiz keladiganlik to'g'risida. Bu kunda ular so'z qila olmaydi. Ularning o'zri aytishiga izni berilmaydi. Ya'ni ular so'z qilishga qodir bo'la olmaydi va ularga o'zri aytishi uchun ruxsat berilmaydi. Balki ularga qarshi pokit turg'izildi. Ular o'zlari uvol qilganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular so'z qila olmaydi. Qiyomat kuni bo'ladigan holatlar xilma-xildir. Alloh taolo u kunda ahvolning va ishning bak ig'ir ekanligini bildirish uchun bir yerda bu holatlarning ba'zisidan xabar bersa, boshqa bir yerda uning ba'zisidan xabar berdi. Shunga Alloh taolo mushu holatlarning har birini bayon qilib bo'lib mundaq deydi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Bu xaloyiqning orasida hukm chiqariladigan kundir. U kunda sizlarni va avvalqilarni, ya'ni o'tganki ummatlarni aranglarda hukm chiqarish uchun yig'imiz. Bu Alloh taolaning bandalariga degan so'zidir. Ya'ni Alloh taolo o'z qudrati bilan ularni chaqirg'uchi ovozni anglata oladigan va ularga qarag'uchi ularni ko'ra oladigan tüp-tüz bir maydonga to'playdi. Agar azobdan qutulishga biror choranglar bo'lsa, chora qilib beqinglar. Alloh taolaning bu so'zi ularga qilingan qattiq bir tahdiddir. Ya'ni agar sizlar mening changilim va mening hukmimdan qutulib chiqib keta olsanglar, shunda qilinglar. Lekin sizlar unda qila olmaysizlar. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar Allohning qazosidan qochib, osmonlarning va zaminning chegaralaridan o'tib keta olsanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib keta olaysizlar. Lekin sizlarga mundaq quvvat qayerdan kelsin? Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkaza olmaysizlar. Hadis qudusida Alloh taolo mundaq deydi. Ey bandalarim, sizlar menga foyda yetkazish uchun urinsanglarmi, hargiz menga foyda yetkaza olmaysizlar. Menga ziyon yetkazish uchun urinsanglarmi, hargiz menga ziyon yetkaza olmaysizlar. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Şübhisizki taqvodorlar soylardan, buloqlardan va ko'ngli taqqan mevalardan bahramand bo'ladi. Ularga dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar uchun xo'shal-xuram yenglar va ishchinglar deyiladi. Şübhisizki biz yaxshi ish qiluvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtlik yenglar va bahramand bo'linglar. Şübhisizki sizlar gunohkorsizlar deyiladi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Ularga ruku qilinglar deyilsa, ular ruku qilmaydi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Ular shonliq dalillarni o'z ichiga olgan, fasohat balog'atda eng yuqori bo'lgan bu Qur'onga ishonmasa,
Başqa qaysi sözge işinidi? Taqvodor bandalarning joyining bayoni to'g'risida. Shubhisizki taqvodorlar soyalardan, buloqlardan va ko'ngli taqan mevalardan bahramand bo'ladi. Alloh taolo bu oyatda qilishga buyurilgan ishlarni qilib va cheklangan yomon ishlardan yenib, Alloh taologa ibodat qilgan taqvodor bandalaridan xabar berib, ularning qiyomat kuni eliqsiz qora tutunning soyasida azoblanilgan badbaxtlarning dal aksicha bog'i bo'stonlardan, buloqlardan talab qilgan hamon keltiriladigan har xil mevalardan bahramand bo'ladiganligidan xabar berdi. Ularga dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar uchun xo'shal-xo'ram yanglar va ishchinglar deyiladi. Ya'ni bu so'z ularga yaxshilik qilish yuzidan deyiladi. Alloh taolo ular haqida yana xabar berib mundaq deydi. Shubhisizki biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Ya'ni mana bu bizning yaxshi amallarni qilganlarga beradigan mukofotimizdir. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Qiyomat kunini inkor qiluvchilar uchun qilingan tahdid to'g'risida. Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtlik yanglar va bahramand bo'linglar. Shubhisizki sizlar gunohkorsizlar deyiladi. Ya'ni bu qiyomat kunini inkor qiluvchilarga qartilgan so'zdir. Yeyishga va bahramand bo'lishga qilingan buyruq bo'lsa, tahdid buyruqidir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtlik yanglar va bahramand bo'linglar. Ya'ni nihoyat ozg'ina muddat yanglar va bahramand bo'linglar. Shubhisizki sizlar gunohkorsizlar. Ya'ni sizlar bir oz vaqtdan keyin yuqorida bayoni o'tgan jahannamning o'tiga haydilisizlar. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Alloh taolo kofirlar dunyolikdan ozg'ina muddat bahramand bo'lib bo'lgandan keyin ularning qattiq azobni tetadiganligi haqida mundaq deydi. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, Allohga yolg'onni choplaydiganlar haqiqatan davzax azobidan qutulolmaydi. Ular bu dunyodan ozg'ina vaqtli bahramand bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Ularga ruku qilinglar deyilsa, ular ruku qilmaydi. Ya'ni u nadan kafirlarga sizlar jamoat bilan namoz o'qiganlarning qatoridan bo'linglar deb buyurilsa, ular uningdan bosh tortadi va cho'nglik qiladi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Bu kunda u kunni inkor qiluvchilarga voy. Ular shonliq dalillarni o'z ichiga olgan, fasohat, balog'atda eng yuqori bo'lgan bu Qur'onga ishonmasa, boshqa qaysi so'zga ishonadi? Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Ayni shular Allohning oyatlaridir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, uni sana haqliq bilan tilovat qilib beramiz. Ular, ya'ni Makka kuffarlari Allohni va uning oyatlarini qo'yib, qaysi so'zga ishonadi? Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Utuq qozonish va yomon ishlardan saqlanish Alloh taolo tarafidandir. Shuning bilan sura Mursalatning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Naba'a tafsiridan 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.